ko'k rangli mebellarimiz ham bor mana. Juda sifatli, o'zimizning milliy mahsulotlar aka. Pastki qavatimizda boshqa mebellar ham bor. Pastda ham bormi? Xohlasangiz. Oyi, pastda ham bor ekan. Tushib chiqamizmi? Yo'q, tushmayman bolam. O'zing ko'rib chiqa qol. Yuring. Ko'rib chiqasizmi? Hozir chiqaman. Ketdik. Kechirasiz. Tabii. Siz shu yerda ishlaysizmi yoki mijozmisiz? Mijozman. Qarang, bitta narsa so'rayman. Bemalol so'rang. Narsalari qimmatmi? Yo'q, qimmat emas. Ne unaqa deyapsiz? Tilim qursin. Qo'shnimiz shunaqa yumshoq mebel olgan ekan. Shu desangiz maqtab qo'yimman. Uni o'g'lim eshitib qopti. Sizga ham shunaqasidan olib beraman deb meni majburlab olib keldi. Ana, o'g'limni qiynab qo'ydim. Bilib turibman-ku narsalari qimmatligini. Tilim qursin. Nega unaqa deysiz? Qimmat emas. Qarang, qanday yaxshi o'g'lingiz bor ekan. Bunaqa o'g'illar hozir kam. Sizni xursand qilaman deb olib kelganlar-da. Ko'zimni nuri u. O'zi bitta dona o'g'lim bor. Onajon, bitta savol bersam maylimi? Ko'zimni nurinimi? Shu o'g'limni dunyoga keltirib ayrilganman ko'zimni nuridan. Shuning uchun ham o'g'limni ko'zimni nuri deb erkalayman. Oyi, O bolam, pastki qavatga ham tushdim. U yoqda ham yaxshi mebellar bor ekan. Yuring, pastki mebellarni ham ko'rib chiqamiz. yo'q bolam, mana shu yaxshi-ku. Xohlasangiz ko'chada boshqa modellarimiz bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Tashqarida ham yaxshilar bor ekan, ko'ramizmi? Mana shu yumshoq ekan, o'tirishimga ham qulay bola. Shuni olamiz. Mana shuni olamiz. Shuni olamiz. Shuni olamiz aka. Yuring, oyi. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'lib tushing. Mana shu yerda o'tirib turing, oyi. Keling, o'tiring. Sekin, shoshilmang. Uyimizning adreslarini berib chiqing, bugun olib borib berishar ekan, xo'pmi? Manzilingizga yetib olsangiz, bugun yetkazib berishadi. Aka, qarang, ozgina yetmayapti. Bugun kechqurunmi, ertagami tashlab ketsam bo'ladimi? Voy, bir narsa deya olmayman. Bir og'iz xo'jayindan so'rashim kerak. To'lqin, boshqa ishingizni qilavering. Xo'p, Jahongir aka. Qaysi mebel yoqqan ekan aka? O'vani u kul rangi. Aka, ozgina yetmayapti. Shunga bugun kechqurunmi, ertagami tashlab ketsa bo'ladimi? Onajonga shu mebel yoqdimi? Ha. Shuni onangizga men sovg'a qilsam maylimi? Bo'lgan voqeani eshitdim. Onangiz sizni dunyoga keltirayotganlarida ko'z nuridan ayrilgan ekanlar. Mana bo'lsa dunyoga keltirayotganlarida olamdan o'tganlar. Men onamni ko'rmaganman. Mana sizga imkoniyatim yo'q. Onamga nimadir olib bera olmayman. Keling, shu imkoniyatni menga topshiring. Xuddi o'zim olamga sovg'igandek uni sovg'igim kelyapti.
Yo'q, qanday bo'lar ekan? Sizga og'irlik qilib qolmasa agar shu yerda ishlasangiz. Men bu yerda ishlamayman. Bu joy meniki. Men pulingni oling. Oyingizni zo'r restoranga borib ovqatlantiring. Mebel bo'lsa Lazona do'konimizdan sovg'a bo'la qolsin. Rahmat. Sizga rahmat aka.